Bizda qurbonlik qilibdi deganda ziyofat qilibdi deb tushunadi. Yo'q. Ziyofat emas, ziyofat qurbonlik emas. Qurbonlik Alloh uchun o'zingizni kimligingizni bildirib, bir jonliqni so'yib qonini oqizib yuborish. Rasululloh aytadilar, shu oqqan qonni birinchi tomchisi yerga tushganda Alloh sizni avf etib yuboradi. Hamma gunohingizni kechirib yuboradi deydi. Shunaqa ajoyib narsa bu. Shuni qilasiz, go'shtini xohlasangiz hammasini o'zingiz yeysiz, xohlasangiz faqirlarga hammasini tarqatib berasiz. Unaqa emas. Ziyofat qilsa ham bo'ladi. Bilasizmi, bizning dinimizda bir ajoyib amal bor. It'omut taom deydi. Ochlarga taom berish. Men qurbonlik ziyofati berayotgan odamlarga aytaman. Shu ziyofatni beryapsiz-a, osh qilasiz, dasturxon qilasiz, qancha pul sarf qilasiz. Biz u joyga kiramiz, shu qurbonlik yegani, bilasizmi? Biz o'sha vaqtda go'shtni ko'rsak, ko'nglimiz aynaydigan darajaga borib qolgan bo'lamiz. 8-qurbonlikdan keyin kirayotgan bo'lamiz uyingizga. Shu ishda savob bormi? It'omut taom deb taom yeydan mana bu yerda qonni achishib ketayotgan odam bor-ku, ochlikdan. Shuni aytadi. Shu ishni qilib savob oling. To'q odamga taom bersa savob bo'lmaydi. Fiqh kitoblarimizda turibdi shu masala. To'q odamni ustiga taom yeyishligi harom. Men sizga aytaman, qo'shnilaringizni surishtirib ko'ring-ya. Hozir go'sht qimmat. Hayit arafasi yana ham qimmat bo'lsa kerak. Siz hozir savdogarlar narsani arzonroq paytda olib qo'yinglarda, bir to'ydek bo'lsin, qurbonlik kunlari arzonroq soting. O'sha o'zini narxida sotib beravering. O'zingizni kimligingizni bildirib qo'ying. Islomning go'zalligini ko'rsating. Bozorga borgani qo'rqib ketasiz, hayit kunlari narsalar qimmat bo'lib ketib qoladi. O'sha hozir go'sht qiyinchilik qimmat bo'lib turganda, bir haftada yo yarim kilo yoki 1 kilo go'sht olayotganda, undan ko'ra go'sht olmasdan non olib yegizay bolalarimga deb turgan paytda, siz o'sha qurbonligingizni go'shtdan 5 kilo olib kirib berasizmi bitta qo'shningizga? Bilasizmi, qanchalik xursand bo'ladi? Bitta odam shu xursand bo'layotgan odamgacha siz 1000 ta odamga ziyofat berib topolmaysiz. Chunki hech qaysi xursand bo'lmaydi uyingizga mehmonga kelayotganlar. Biz o'zimiz kiramiz u. Haligi odamchalik xursand bo'lmaydi. Tamam? Kimki bir kunli buzuqni xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Bitta ko'yni buzuqni xotirini xursand qilsa, ko'ynini olsa, shunchalik bo'ladiki, Ka'ba buzilib ketsa, uni boshqatdan bitirib qo'ysa, shunchalik savob olasiz.